Operatsiya qilib chiqqandan keyin bemorga doktor bo'ldimi deydida, bo'ldi deyman. Faqat bitta sharti bor deyman. Nima shart dedi? Endi bu burunda aka deng deymanda. Hurmatini joyiga qo'ying bu burunni deymanda. Yod qilish kerak. Burunni hamma narsaga tiqavermaslik kerak. Agar mabodo masalan burun kesilib ketadigan bo'lsa, hayot uchun xavf solmaydi. Masalan, bemor o'lib qolmaydi, qo'polib aytganda. Agar infeksiya tushmagan bo'lsa, atroflari toza bo'lsa, burunni ulasa bo'ladi. Ulasa bo'ladi. Bu o'sha mikroxirurgiya deyiladi. To'g'ri, endi buni lor xirurglar amalga oshirmaydi. Buni yuz jarrohi degan mutaxassisligimiz bor. Ular qilishadi. Kechikmagan holatda, toza steril holatda bo'lsa, ulasa bo'ladi. Yo'q, endi asosan suyak qism, asosan teri qismiga qaratiladi e'tibor. Tog'ay qismlarini keyinchalik to'g'rilasa bo'ladi. Asosan teri muhim bu yerda. Terini bitib ketishi, terini bir-biri bilan yopishib ketishi muhim.